Assalomu alaykum. Sizni kursimizning birinchi bosqichida ko'rib turganimizdan xursandman. Bugungi mavzuyimiz umumiy qoidalar va qoidalarda qo'llaniladigan asosiy tushuncha va atamalardan iborat. Testni boshlashimizdan oldin sizga umumiy qoidalarda qo'llaniladigan atamalar haqida ma'lumot berib o'tsam. Har bir fanni o'ziga kirib kelishdan oldin shu fanga oid bo'lgan so'zlarni, ya'ni terminlarni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Masalan, kimyo fanini Mendeleyev jadvalini o'rganmasdan o'rganish imkonsiz. Xuddi shunga o'xshab bu fanimizda ham tasavvur qiling, yo'nalishli transport vositasi degan atama bor. Yo'nalishli transport vositasi bu o'zining yo'nalishiga va bekatlariga ega bo'lgan transport. Yoki bo'lmasa asosiy yo'l atamasi. Asosiy yo'l bu shag'alli yoki tuproqli yo'lga nisbatan qattiq qoplamali yo'l. Xuddi shu narsa test savolida asosiy yo'l nima yoki asosiy yo'l bu shaklida keladi. Siz javoblar ichidan tuproq yoki shag'alli yo'lga nisbatan qattiq qoplamali yo'l javobini belgilashingiz zarur bo'ladi. Biz darsliklarda mana bu so'z kalit so'z deb o'rgatib ketamiz. Kalit so'z degani, tasavvur qiling, kalit so'zimiz muz so'zi. Siz javoblar ichida qaysi javobda muz so'zini ko'rsangiz, shuni bosasiz, shu javob to'g'ri chiqadi. Yoki bo'lmasam tuproq yoki shag'alli yo'l degan kalit so'z. O'qiyapsiz, qaysidir savolni javobida tuproq yoki shag'alli yo'l degan qismi bo'ladigan bo'lsa, o'sha javob to'g'ri javob hisoblanadi. Keyin, masalan, asosiy yo'l, yo'nalishli transport vositasi xuddi shunga o'xshash 77 ta atama mavjud. Ya'ni 2 ta 7 yoki 2 ta Ronaldo. Buni hammasi ham testda tushmaydi. Biz bugun o'sha 77 ta atama ichidan test savollarida tushadiganlarni o'rganib olamiz. Unda test savollarini yechishni boshladik. Hurmatli o'quvchilar, bizdagi birinchi mavzu yo'l harakati qoidalari fani bo'yicha umumiy qoidalar, qoidalarda qo'llaniladigan asosiy tushuncha va atamalar. Uning ostidagi mavzu bo'yicha test bajarish qismini tanlaymiz. Agar tuproq yo'lda bevosita chorraha oldi to'shamali bo'lsa, uni ahamiyati jihati bo'yicha asosiy yo'l bilan teng huquqli qiladimi? Javob yo'q. Nimagaki chorrahani ozgina qismi qoplamali bo'lishi, bu tarafi agar tuproq yoki tosh to'shamali bo'lsa, bu yo'l bilan teng huquqli bo'lmaydi. Javob yo'q, ha. Teng huquqli qiladimi degan javobimiz yo'q bo'ladi. Qaysi yo'l asosiy yo'l hisoblanadi? Mana bu rasmdagi tuproq yoki shag'alli yo'lga nisbatan qoplamali yo'l asosiy yo'l hisoblanadi. Javoblarga qaraymiz. Mana tuproqli yoki shag'alli yo'lga nisbatan qoplamali yo'l yoki tegishli belgilar bilan belgilangan yo'l asosiy yo'l deb aytiladi. Quvib o'tish atamasi nimani bildiradi? Azizlar, mana bu rasmda ikki xil yo'l tasvirlangan. Bunda siz oldingizdagi transport vositasidan o'tish uchun yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib, so'ngra ilgari egallagan bo'lagingizga qaytasiz. Bu holat quvib o'tish deb nomlanadi. Lekin bu yo'lda siz oldingizdagi transport vositasidan bir yo'nalishda o'tib ketasiz. Bu holat quvib o'tish deyilmaydi. Bu holat aylanib o'tish. Agar siz qo'shni bo'lakdagi transport vositasidan bir yo'nalishda tezroq yurib ketsangiz, bu holat o'zib ketish deb nomlanadi. Demak, quvib o'tish atamasi bir yoki bir nechta transport vositalarini qarama-qarshi tomonga chiqish orqali quvib o'tishga aytiladi. Javob qarama-qarshi so'zi kalit so'z hisoblanadi. Suratlarning qaysi birida quvib o'tish ko'rsatilgan? Xuddi hozir tushuntirganimizdek, mana bu oq transport vositasi qarama-qarshi tomonga chiqib, keyin ilgari egallagan bo'lagiga qaytyapti. Bu holat quvib o'tish. Mana bu holat aylanib o'tish deyiladi. Ya'ni biz yo'lni qarama-qarshi chiziqdan bu tomonga o'tmaymiz. O'zimizning yo'nalishimizda o'tayapmiz. Bu holat quvib o'tishga kirmaydi. Savol: suratlarning qaysi birida quvib o'tish ko'rsatilgan? Javob:
A variantda. O'zib ketish nima? Mana bu bo'lakda bir yo'nalishda, ya'ni shu tomonga yurishda qo'shni bo'lakdagi transport vositasidan tezroq harakatlanish o'zib ketish deb nomlanadi. Javob: transport vositasining bir yo'nalishda transport vositasi tezligidan ortiq tezlikda harakatlanishi o'zib ketish deb nomlanadi. Mana bu qarama-qarshi tomonga chiqish deb boshlanadigan javob quvib o'tish atamasi hisoblanadi. Yetarlicha ko'rinmaslik deganda nimani tushuniladi? Yetarlicha ko'rinmaslik deganda nima tushuniladi? Yetarli ko'rinmaslik bu tuman tushishi, qor yog'ishi yoki yomg'ir yog'ishi holatlarida yo'lning 300 metrdan kam qismi ko'rinishi yetarli ko'rinmaslik hisoblanadi. Ya'ni javob yomg'ir, qor, tuman tushishi va shunga o'xshash sharoitlarda, shuningdek kunning g'ira-shira vaqtida yo'lning ko'rinish masofasi 300 metrdan kam bo'lishi. Yo'nalishli transport vositalariga qaysilar kiradi? O'z nomi bilan yo'nalishli deyilmoqda. Demak, bunda yo'nalishi bo'lishi shart. Belgilangan yo'nalishi va bekatlari bo'lgan trolleybus, tramvay, avtobus, yo'nalishli taksi. Yonilg'i quyish joyidan yo'lga chiqish chorraha hisoblanadimi? Mana bu rasmda yonilg'i quyish joyidan yo'lga chiqish joyi yondosh hududdan yo'lga chiqish hisoblanadi. Bu chorraha hisoblanmaydi. Ya'ni hisoblanmaydi. Ruxsat etilgan to'liq vazn nima? Jihozlangan transport vositasining ishlab chiqargan korxona tomonidan belgilangan yuk, haydovchi va yo'lovchilari bilan birgalikdagi eng yuqori vazni. Ya'ni bunda yuki, haydovchisi va yo'lovchilari hisobga olingan holda o'lchanadi. Yo'lda harakatlanishni tartibga solish uchun vakolatli shaxsda o'zi bilan bo'lishi kerak. Tegishli guvohnoma va taniqlik belgisi, qo'l bog'ichi bo'lishi shart. Jezl bo'lishi shart. Qizil chiroq, gardish yoki bayroqcha bo'lishi shart. Demak, javob barcha sanab o'tilgan belgilari. Kim yo'l harakati qatnashchisi hisoblanadi? Bu yo'ldagi barcha, ya'ni yo'ldagi haydovchi, yo'lovchi, piyoda sifatida ishtirok etayotgan barcha shaxslar yo'l harakati qatnashchisi hisoblanadi. Yo'l harakati jarayonida transport haydovchisi, yo'lovchi yoki piyoda tariqasida bevosita ishtirok etuvchi shaxs. Keyingi savol. To'siq deb nimaga aytiladi? To'siq bu yo'lning qatnov qismida harakatsiz holda bo'lgan jismlar. Qayta tizilish deb nimaga aytiladi? Siz o'z harakat tasmangizdan, ya'ni siz bu tasmada harakatlanmoqdasiz, o'z harakat tasmangizdan boshqa tasmaga o'tish qayta tizilish deb nomlanadi. Yoki siz bu tasmada harakatlanmoqdasiz, bu tasmaga o'tishingiz qayta tizilish deb nomlanadi. Javob: dastlabki harakat yo'nalishini saqlagan holda o'z harakatlanish tasmasidan boshqa harakatlanish qatoriga o'tish qayta tizilish deb nomlanadi. Quyidagi javoblardan qaysi birida yo'lovchi atamasining to'g'ri ta'rifi ko'rsatilgan? Yo'lovchi bu transport vositasidagi, ya'ni ichidagi haydovchidan tashqari shaxslar. Shuningdek, transport vositasiga chiqayotgan, undan tushayotgan shaxslar ham yo'lovchiga tenglashtiriladi. Javob: transport vositasidagi haydovchidan tashqari shaxs. Quyidagi javoblardan qaysi birida xavf atamasining to'g'ri ta'rifi ko'rsatilgan? Yo'l harakati xavfsizligiga xavf soluvchi har qanday omil xavf deb nomlanadi. Qoidalarda nechta asosiy tushuncha va atamalardan foydalaniladi? Bundan oldingi gapimizda sizga ikkita Ronaldo deya bir taqqoslash mumkin. Bundan oldingi gapimizda sizga ikkita 7 yoki ikkita Ronaldo deb taqqoslash
qiyoslash. Bundan oldingi gapimizda sizga ikkita Yetti yoki ikkita Ronaldo deya bir qiyoslash ma'nosida aytilgan. Mana o'sha qismi. Qoidalarda jami 77 ta atamalardan foydalaniladi. Yondosh hudud bu. Xuddi oldingi rasmdagi yoqilg'i quyish joyidan yo'lga chiqish, hovlilardan, to'xtab turish joylari, korxona va shunga o'xshashlardan yo'lga chiqish qismi yondosh hudud deb nomlanadi. Javob: bevosita yo'lga tutashgan, transport vositalarining o'tib ketishi uchun mo'ljallanmagan hudud, hovlilar, turar joy dahalari, avtomobil to'xtab turish joylari, yonilg'i quyish shoxobchalari, korxona va shunga o'xshashlardan yo'lga qo'shilish qismi yondosh hudud deb nomlanadi. Imtiyoz atamasiga tegishli ta'rifni ko'rsating. Imtiyoz degani bu mo'ljallangan yo'nalishda boshqalarga nisbatan oldin harakatlanish huquqiga aytiladi. Javob: mo'ljallangan yo'nalishda boshqa yo'l harakat qatnashchilariga nisbatan oldin harakatlanish huquqi. Qaysi transport vositalari yo'nalishli transport vositalari hisoblanadi? Bundan oldingi testda ham buni yechdik. Yo'nalishli transport vositasi bo'lishi uchun o'z yo'nalishiga va bekatlariga ega bo'lishi shart. Javob: belgilangan yo'nalishi va bekatlari bo'lgan trolleybus, tramvay, avtobus va yo'nalishli taksi. Yo'l transport hodisasi, ya'ni avariya. Transport vositasining yo'lda harakatlanishi jarayonida, ya'ni to'xtab turgan holatida bo'lsa, masalan, daraxt ustiga tushib ketdi, bu yo'l transport hodisasi emas, bu baxtsiz hodisa. Yo'lda harakatlanishi jarayonida ro'y bergan fuqarolarning halok bo'lishiga yoki sog'ligiga zarar yetishiga, transport vositalari, inshootlar, yuklarning shikastlanishi yoxud boshqa moddiy zarar yetishiga sabab bo'lgan hodisa nima deb aytiladi? Yo'l transport hodisasi. Harakati xavfsizligini ta'minlash. Og'ir oqibatlarini, ya'ni yo'l transport hodisalarining og'ir oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan faoliyat yo'l harakatining xavfsizligini ta'minlash deb nomlanadi. Qaysi holatda siz majburiy to'xtashni amalga oshirasiz? Piyodalar o'tish joyi oldida piyodaga yo'l berish uchun to'xtash bu texnik to'xtash. Ya'ni siz texnik sabablarga ko'ra to'xtayapsiz bu joyda. Lekin texnik nosozlik tufayli to'xtasangiz, bu majburiy to'xtash hisoblanadi. Masalan, yo'lda harakatlanib borish jarayoningizda avtomobilingiz benzini tugab qoldi. Bu majburiy to'xtash. Yoki balon teshildi. Majburiy to'xtash. Demak, texnik nuqson sababli to'xtasangiz, bu majburiy to'xtash deb nomlanadi. Endi xuddi shu ishlagan narsamizning boshqacha shakli. Quyidagi izoh qaysi atamaga tegishli? Texnik nuqson, tashiladigan yuk, haydovchi va yo'lovchini holati tufayli to'xtashimiz majburiy to'xtash deb nomlanadi. Mexanik transport vositasi bu yo'l harakatida mexanik transport vositasi deb dvigatelda harakatlanadigan transport vositalariga aytiladi. Bunga ot arava, eshak arava, velosiped, mopedlar kirmaydi. Boshqa barcha dvigatelda harakatlanadigan narsalar, traktorlar, o'zyurar moslamalar mexanik transport vositasi deb nomlanadi. Javob: dvigatel bilan harakatga keltiriladigan transport vositasi. Bu atama barcha traktor va o'zyurar moslamalariga ham taalluqlidir. Piyodalar yo'lkasi.
Azizlar, mana bu joyda piyodalar yo'lkasi tasvirlangan, ya'ni piyodalar yurish yo'li. Bu yerda transport vositalari harakati taqiqlanadi. Mana bu joyda piyodalar o'tish joyi tasvirlangan. Agar savolda piyodalar yo'lkasi deb savol kelsa, piyodalar harakatlanishi uchun qurilgan yoki moslashtirilgan transport vositalari harakati taqiqlangan qismi bo'ladi. Agar savol piyodalar o'tish joyi deb kelsa, yo'l qatnovi qismining piyodalar kesib o'tish uchun mo'ljallangan 5.16.1, 5.16.2 yo'l belgilari va 1.14.1, 1.14.4 yo'l chiziqlari bilan ajratilgan bo'lagi deb nomlanadi. Piyodalar yo'lkasi desa ikkinchi javob. Mana bu joyda piyodalar o'tish joyi desa, mana bu belgilari bilan belgilangan hudud. 5.16.1, 5.16.2. Qaysi rasmda ajratuvchi mintaqasi bor yo'l ko'rsatilgan? Azizlar, ajratuvchi mintaqa bu yo'lni ikkiga bo'luvchi, yo'l sathidan ko'tarilgan achazor, maysazor, gulzor yoki to'siqlarga aytiladi. Mana bu ajratuvchi mintaqa, mana bu oddiy chiziq. Endi savol, qaysi rasmda ajratuvchi mintaqasi bor yo'l ko'rsatilgan? O'ngdagi rasmda. O'ng tarafdagisida. Yana bitta ma'lumot, agar yo'limiz ajratuvchi mintaqa bilan bo'lingan bo'lsa, yo'l ikkita qatnov qismiga ega bo'ladi. Agar chiziq bilan bo'lingan bo'lsa, yo'limiz bitta qatnov qismiga ega bo'ladi. Endi ajratuvchi mintaqa nima degan savol kelgan. Ajratuvchi mintaqa mana. Biz endi javobdan shuni topishimiz kerak bo'ladi. Yo'lning yonma-yon joylashgan qatnov qismlarini ajratuvchi transport vositalari harakatlanishi yoki to'xtashi uchun mo'ljallanmagan, yo'l sathidan ko'tarilgan yoki maysazor, ariq, maxsus to'siqlar bilan ajratilgan baland qismi. Qaysi rasmda ajratuvchi mintaqa ko'rsatilgan? Har ikkala rasmda ham ajratuvchi mintaqa mavjud emas. Ya'ni yo'lning o'rtasida, yo'lda baland narsa yo'q. Javob: hech birida. Endi bizdan chorraha bu deyilgan. Chorraha 3 xil ko'rinishga ega. Yo'llarning o'zaro bir sathda kesishadigan, mana bu yo'limiz kesib o'tdi. Yo'llarning o'zaro bir sathda tutashadigan, mana bu yo'limiz tutashdi, yoki ayriladigan joyi chorraha deb nomlanadi. Demak, yo'llarning o'zaro bir sathda kesishadigan, mana bu kesib o'tdi, tutashadigan va ayriladigan joyi chorraha hisoblanadi. Javob: yo'llarning o'zaro bir sathda kesishadigan, tutashadigan va ayriladigan joyi. Ushbu ko'rsatilgan yo'llar nechta qatnov qismiga ega? Boya aytganimdek, agar yo'limiz chiziq bilan bo'lingan bo'lsa, umumiy bir qatnov qismiga ega deyiladi. Agar ajratuvchi mintaqa bilan bo'lingan bo'lsa, ikkita qatnov qismiga ega bo'ladi. Shuning uchun javob chapda bitta qatnov qismi, o'ngda ikkita qatnov qismiga ega. Ushbu yo'l nechta qatnov qismiga ega? Bu yerda chiziq bilan bo'linganligi uchun umumiy bitta qatnov qismiga ega. Bitta. Qaysi rasmda ikkita qatnov qismiga ega bo'lgan yo'l ko'rsatilgan? Har ikkalasida bitta qatnov qismi mavjud. Nimagaki yo'limiz ajratuvchi mintaqa bilan bo'linmagan. Javob: hech qaysi rasmda. Yo'lning qatnov qismi. Yo'lning qatnov qismi deb yo'lning relsiz transport vositalari harakati uchun mo'ljallangan qismiga aytiladi. Asosiy yo'l, bundan oldingi testlarda yechganimizdek, tuproq yoki shag'alli yo'lga nisbatan qoplamali asfalt, sement beton va shunga o'xshashlar yotqizilgan yo'l. Azizlar, yana bir muhim ma'lumot, test savollari har doim takrorlanadi. Bir xil emas, qaysidir o'xshashliklar bilan takrorlanadi, lekin mohiyati bir xil. Siz bitta test savolni yaxshilab o'rganib yechsangiz, bilingki, yana ikkita savolni yecha olasiz. Hozir misol uchun biz 50 ta test savolni yechib o'rganib olsak, siz
Jami 1200 tadan taxminan 70-80 tasini o'rgangan bo'lasiz. Keyingi savol. Yana asosiy yo'l qaysi biri deyilmoqda? Avtomagistral asosiy yo'l maqomini beradi. Nimagaki avtomagistralda harakatlanayotgan transportlar qo'shilgan yo'llarda hech kimga yo'l bermaydi. Mana bu belgimiz ham ikkinchi darajali yo'l kelib tutashyapti. Mana yirik chizig'ida, yo'g'on chizig'ida biz turibmiz mana bu belgini. Shuning uchun bu belgi ham asosiy yo'l maqomini beradi. Lekin mana bu bir tomonlama yo'l belgisi bizga asosiy yo'l maqomini bermaydi. Demak, tepadagi ikkala rasmda asosiy yo'l ko'rsatilgan. Javob: yuqoridagi ikkala rasmda. Qaysi rasmda kub o'tish ko'rsatilgan? Kub o'tish qarama-qarshiga chiqish deb bundan oldingi testda o'rganganmiz. Mana bu holatda kub o'tish amalga oshirilmoqda. Mana bu holatda ham kub o'tish amalga oshirilmoqda. Bu holatda aylanib o'tish, ya'ni kub o'tish emas. Mana bu bir tomonlama yo'l. Biz qarama-qarshi emas, o'zimizning yo'nalishimizda qaysidir transport vositasida aylanib o'tmoqdamiz. Chunki bir tomonlama yo'lda barcha tasmalar biz uchun xizmat qiladi. Javob: tepadagi 1 va 2 rasmlarda kub o'tish ko'rsatilgan. Faqat 1 va 2 rasmlarda. Ushbu yo'l nechta harakatlanish tasmasiga ega? Endi tasma deyiladigan bo'lsa, mana bu bir tasma, bu bir tasma, ya'ni bo'lak. Oldinlari bu bo'lak deb yuritilgan, hozir tasma so'zi bilan almashtirilgan. Ushbu yo'limiz ikkita tasmaga ega. Ikkita harakatlanish tasmasiga. Avtomobillarning bir qator bo'lib harakatlanishi uchun yetarlicha keng bo'lgan, yo'l chiziqlari bilan belgilangan yoki belgilanmagan yo'l qatnov qismining har qanday bo'ylama bo'lagi, men sizga aytdim, bo'lak so'zi tasma so'zi bilan o'zgartirilgan. Demak, bo'ylama bo'lagi harakatlanish tasmasi deb nomlanadi. Endi mana bu yerda avtomobillarning bir qator bo'lib harakati uchun keng bo'lgan bo'ylama bo'lagi nima deb ataladi deganda, harakatlanish tasmasi deyildi. Bu yerda harakatlanish tasmasi deb nimaga aytiladi deyilmoqda. Endi javob: avtomobillarning bir qator bo'lib harakatlanishi uchun yetarlicha keng bo'lgan, yo'l chiziqlari bilan belgilangan yoki belgilanmagan yo'l qatnov qismining har qanday bo'ylama bo'lagi. Aholi punkti atamasi nimani bildiradi? Aholi punkti atamasi masalan, Shovot aholi punkti boshlandi. Bu 5-22 belgisi. Keyin mana bu qismida Shovot aholi punkti tugadi. Bu 5-23. Endi ko'k fonda Shovot belgisi keldi. Bu 5-24. Ko'k fonli belgimiz tugadi. Bu 5-25. Bu bo'yicha ikki xil savol keladi. Aholi punkti atamasi nimani bildiradi desa, 5-22, 5-25 belgilari bilan belgilangan hududni. Endi boshqa bir savol. Aholi punkti atamasi qayerdan boshlanadi desa, mana bu 5-22 belgisidan boshlanadi. Yana takrorlab o'taman. Aholi punkti atamasi nimani bildiradi desa, umumiysi. Aholi punkti qayerdan boshlanadi desa, 5-22 belgisidan boshlanadi. Aholi punkti atamasi nimani bildiradi? Kirish va chiqish yo'llari 5-22 dan 5-25 belgilari bilan belgilangan hududni bildiradi.
Transport vositasining ruxsat etilgan to'lov vazni oldin ham sizga tushuntirdim. Yuksiz haydovchisi yo'lovchilari bilan emas, yuk haydovchi yo'lovchilari bilan birgalikdagi eng yuqori o'lchovi. Yuk haydovchi yo'lovchilari bilan birgalikdagi. Quyidagi tarif endi to'xtash ikki xil bo'ladi. Transport vositasini 10 daqiqagacha to'xtatsak bu to'xtash, 10 daqiqadan ko'proq muddatga qolib ketsa bu to'xtab turish. Demak, transport vositasi harakatini 10 daqiqagacha desa bu to'xtash. 10 daqiqadan ortiq, mana 10 daqiqadan ko'proq desa bu to'xtab turish. Hozir to'xtab turish deb nimaga aytiladi demoqda? 10 daqiqadan ko'proq qolish to'xtab turish deb nomlanadi. To'xtash deb nimaga aytiladi? 10 daqiqadan ko'proq emas, 10 daqiqagacha bo'lsa to'xtash deb nomlanadi. Qaysi javobda avariya holatini yuzaga keltirish atamasi tarifi to'g'ri ko'rsatilgan? Bu yaqin 1 oylikda qo'shilgan savol hisoblanadi. Avariya holatini yuzaga keltirish bu, masalan, men bu tasmada harakatlanayotib, to'satdan bu tasmaga o'tib oldim va orqamdagi transport men sababli harakat tezligini va yo'nalishini o'zgartirdi. Pasaydi yoki tezlashdi yoki o'z yo'nalishini o'zgartirdi yoki boshqa bir xatti-harakatlar qilishga majbur bo'ldi. Bu holat avariya holatini yuzaga keltirish deb nomlanadi. Javob: yo'l harakatining boshqa qatnashchilarini harakat yo'nalishi yoki tezligi keskin o'zgartirishga, shuningdek o'z xavfsizligini yoxud boshqa fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun o'zga choralar ko'rishga majbur qilish avariya holatini yuzaga keltirish deb nomlanadi. Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qaroriga muvofiq yo'l harakati qoidalari nechta banddan iborat? 186 ta band, 77 ta atama mavjud. 186 77 77 ta atama, 77 ta atama, 186 ta band mavjud. Tushunarli bo'ldi? 77 ta atama mavjud, 186 ta band mavjud. Qaysi rasmda 4 tasmali yo'l ko'rsatilgan? Qaraymiz. 1 tasma, 2 tasma, 3 tasma, 4 tasma. Buni ham sanaymiz. 1 tasma, 2 tasma, 3 tasma, 4 tasma. Endi buni sanasak 1, 2 deb sanaladi. Lekin aslida har tomonda 2 ta transport vositalari sig'ib harakatlanmoqda va o'rtaga 1-3 sidirg'a chizig'i chizilgan. Bu chizig'imiz kamida 4 ta bo'lakka ega bo'lgan yo'llarda qo'yiladi. Demak, bu rasmda ham 4 ta tasma tasvirlangan. Savol: qaysi rasmda 4 ta tasma yo'l ko'rsatilgan? Har uchalasida. Javob: barchasida. Mana shu bilan birinchi video darsimiz, ya'ni umumiy qoidalar, atamalar mavzusi tugadi. Endi siz mana shu dasturga kirib, hozir tugatishni bosamiz. Bundan keyingi videoda sizga Intelimni skachat qilib olish, uni o'rnatish va login parollari haqida ma'lumot beraman. Intelimga kirdik. Mana bu joyda darslar qismi bo'ladi. Darslar ustiga bosamiz. Bu endi fanlar. Biz yo'l harakati qoidalari qismini tanlaymiz. Va u yerda mana umumiy qoidalar, qoidalarda qo'llaniladigan asosiy tushuncha va atamalar, pastida mavzu bo'yicha test bajarish. Endi siz mana shu o'rganganlaringiz bo'yicha mavzu bo'yicha test bajarishni bosasiz. 100% hammasini to'g'ri yechguningizga qadar bu narsa takrorlanadi. Masalan, birinchi safar kirdingiz, 49 ta savoldan 3 tasi xato bo'ldi yoki 10 tasi. Shuni yana qaytadan yechasiz. Bu 0 ga tushishi shart. Ya'ni 49 tadan 49 ta yechishingiz kerak. Agar bitta xato bo'lsa ham, buni daftaringizga xatoni yozib olib, qaytadan kirib buni to'g'rilab, keyin ikkinchi video darslikka o'tishingiz kerak.